Eron nega arab davlatlariga hujum qilmoqda? Axir Eronga qarshi urushni arablar emas, Isroil va Amerika boshladi-ku. Oldindagi 3 daqiqa davomida ushbu savolga imkon qadar sodda va tushunarli tarzda javob berishga harakat qilaman. AQSh Yaqin Sharq mintaqasidagi arab davlatlarida jami 19 ta harbiy bazasiga ega. Qatar, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Bahrayn, Iordaniya kabi mintaqadagi 10 ta davlat o'z yerlaridan ma'lum qismini ushbu bazalarni qurish uchun Amerikaga berishgan. Ular orqali Qo'shma Shtatlar musulmon davlatlarining orasida joylashgan asosiy ittifoqchisi Isroilni himoya qiladi va mintaqada Yahudiy davlatiga asosiy xavf bo'lgan Eronga muntazam bosim o'tkazadi. 28 fevralda Isroil va AQSh Eronga qarshi birgalikda hujum qilganidan so'ng Eron Isroilning o'ziga va Amerikaning arab davlatlaridagi harbiy bazalarga javob zarbalarini yo'lladi. Chunki Eron AQSh hududiga raketa uchira olmaydi, bu masofa jihatidan imkonsiz. Shu boisdan Eron Yaqin Sharqdagi Amerika bazalariga zarba bermoqda. Ushbu bazalarga yetadigan har qanday talofat Amerikaning mintaqadagi harbiy siyosiy ta'sirini kamaytiradi. Urush boshlangandan buyon Eron mintaqadagi 11 ta mamlakat hududidagi obyektlarga zarbalar bergan. Buning sababi oddiy, chunki arab davlatlari Amerikaga harbiy baza qurish uchun o'z yerlaridan joy berish orqali Qo'shma Shtatlar va Isroil Eronga qarshi bosim o'tkazishiga yordam berishgan. Bugun AQSh ayni mana shu bazalardan va dengizdan turib Eron hududiga raketalar uchirmoqda. Eron esa ushbu mamlakatlardagi nafaqat harbiy bazalar, balki aeroport, mehmonxona va boshqa fuqarolik infratuzilmalariga ham zarba berish orqali arab davlatlarga Isroil va Amerika bilan Eronga qarshi hamkorlik qilish qanday oqibatlarga olib kelishini ko'rsatib qo'ymoqchi. Bundan tashqari, Eron qilinayotgan bu hujumlar ortidan arab davlatlari AQShni urushni to'xtatishga ko'ndirishini istaydi va bu reja ish bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar allaqachon asosiy ittifoqchilari bo'lgan boshqa arab davlatlari bilan birgalikda Donald Trampga ta'sir o'tkazish va uni Eronga qarshi urushni to'xtatish va kamida urush muddatini kamaytirishga ko'ndirish payiga tushgan.